Nima qilyapsiz bu yerda? Orqangdan hech kim kelmadimi? Yo'q. Manchi bopladim. Jigulini nomerini Cobaltga o'rnatib qo'ydim. Nega? Nega bo'lardi? Bozorga endi uchib borib kelaman. Xuddi shunga o'xshash holat Surxondaryo viloyati Uzun tumanida qayd etildi. Hurmatli haydovchi, nima sababdan Cobalt avtomashinaga boshqa transport vositasini nomerini taqib yuribsiz? Nima majbur qildi sizda? Men birov majbur qilgan yo'q, bo'lsa shunda kelib shuni taqib yuribman. Nimachi spirtli ichimlikchi avtomashina boshqardingiz? Nima majbur qilgan? Men hozir bozordan kelyapman. Hali haydovchilik guvohnomangiz yo'q. Haydovchi tajribasiz ega emassiz. Sizga nisbatan tegishli tartib bayonnoma rasmlari transport vositangiz vaqtinchalik saqlash uchun Boboto EV binosiga qo'yildi. Ushbu haydovchiga nisbatan yo'l-patrul xizmati xodimlari tomonidan rasmiylashtirilgan bayonnomalar yuzasidan to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Uzun tuman sudining pedagogika kolleji binosida o'tkazilgan ochiq sayyor sud majlisida ko'rib chiqildi hamda sudlanuvchiga yangi mashina oldim, shuni bilmay endi g'anoma kelmagan bilmayman qonunda. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-moddasi 6-qismi, 135-moddaning 2-qismi hamda 131-moddaning 2-qismida nazorat qilingan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilsin va unga bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobar miqdorda, ya'ni 2,60,000 so'm jarima jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi 6-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobar miqdorda, ya'ni 4,120,000 so'm jarima jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasi 2-qismi bilan 15 sutka muddatga ma'muriy qamoqqa olish jazosi tayinlansin. O'rnatilgan qonun barchaga barobar, nafaqat avtoulov boshqaruvida, balki har sohada qoidalarni yaxshi o'zlashtirsangiz, ular sizning jazoga tortilishingiz uchun emas, aksincha baxtsiz hodisa va holatlardan himoya qilinishingizga xizmat qiladi.